Hozir virusli kasalliklar avj olgan payt. Hozir ko'pchilikda gripp, tana haroratining ko'tarilishi, tomoq og'rig'i, burun bitishi kabi holatlar ko'p uchrayapti. Lekin ko'p bemorlarda ko'zlar ham qizarib, yoshlanib, virusli konjunktivit ham rivojlanyapti. Shamollaganman, gripp bo'lganman, ko'zlarim juda ham qizarib, yoshlanyapti. Nima olsam bo'ladi ko'zimga? Mana bu antibiotiklarni oling, o'tib ketadi. Yo'q, bu tomchilar virusli konjunktivitda mumkin emas. Keling, yaxshisi sizga virusli konjunktivitda nima mumkin va mumkin emasligini tushuntirib o'taman. O'zboshimchalik bilan davolanish, antibiotik va gormon dorilarni qo'llash, ko'zni qo'l bilan ushlash va ishqalash, atrofingizdagilar bilan shaxsiy buyumlaringizni bo'lishish, hattoki yaqin oila a'zolaringiz bo'lsa ham, kontakt linzalarni taqish, har qanday xalqona yoki uy sharoitidagi usullarni qo'llash, masalan, ko'k choy damlamasi bilan ko'zni yuvish, qo'lni tez-tez yuvish va ko'z atrofini toza ushlash, shaxsiy sochiq va gigiyena vositalaridan foydalanish. Elektron gadjetingizdagi vaqtni kamaytiring, ko'zga dam bering. Bu tiklanishni tezlashtiradi. Faqatgina shifokor tavsiyasi bilan davolaning. Davo tugagach, albatta, ko'zni namlantiruvchi tomchilardan uzoq muddatda foydalaning.